Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aka-uka, opa-singillarim. Sog'lommisizlar? Hammalaringizga kattakon rahmat. Mana videoroliklarimni qo'llab-quvvatlayapsizlar. Bundan juda ham xursandman. Xo'p, aziz obunachilarim, bugungi videorolikimiz xullas bunday o'zim ham yaqinda o'rgandim. Sizlarga ham ko'rsataman. Xo'p, YouTube'dan qanday qilib MP4 qilib skachat qila olish videorolik. Mana YouTube'ga kiramiz. Hozir загрузка qilsin. YouTube'ga kirdi. Любой bir videoni keling bir qo'shiq yozaylik. Любой misol yozamiz. Kim? Jahongir Otajonov bor ekan poyezkamizda. Misol shuni videosi 3 minut 21 sekundlik videosini bosamiz. Почувствуй эмоции настоящего чемпиона. Участвуй в турнирах Spin & Go бесплатно. Выиграй поездку на европейский покерный тур в Сочи. Просто скажи: я участвую. Аминь. Xo'p, mana bolalar qilaylik. Pauza qilamiz. Mana bu yerda class degan joyi bor ekan. Xo'p, chat поделиться degan joyini bosamiz-da-yu. Ko'p ссылку. Shuni bosamiz. Ko'rdingizlarmi? Bu yerdan chiqamiz. Обязательно bu yerdan chiqib Chrome'ga kiramiz. Google Chrome'ga deganim. Google Chrome'ga kirib poyezga yozamiz hozir. Mana bu yerga yozamiz. Biz mana YouTube boshqa hozir yozamiz. Convert Convert de la YouTube. Convert de la YouTube yozsak mana bu yerda chiqadi ko'p o'zi mana. Convert de la YouTube ko'p anaqasi. Birinchisiga kiramiz. Ana bu yerga kiramiz. Hozir ozgina загрузка qilsin. Qanday skachat qilish ko'rib olamiz. Bu reklamalar tasajoniyat deydi-da, lekin загрузка qilsa tez. Ozgina sabrli bo'lamiz. Mana ana bu yerda keldilar. Xo'p, mana buni bosamiz ana shu yerga. Poyezga joyi bo'ynaki kaparat qilgan sesilkamizni hamda qilamiz. Vystaviti. Ko'rdingizmi? Bunaki qo'shiq chiqdi. Ko'rdingizmi mana. Mana bu yerda yozib qo'yibdi MP3 загрузка. MP3 ni ham har xil qilsa bo'ladi. MP3 ni 320 GB kачествоsi. Ana bu yerda MP4 turibdi. MP4 kачестволari turibdi bu yerda. Qarang. O'zga xohlasangiz MP3 qilib olasiz, xohlasa MP4. Keling, misol mana MP3 skachat qilsangiz, загрузка bo'lsangiz ketadi. Masalan ko'rsataman, hozir MP4 qilaylik, xo'p. Qani? Oppa. загрузка. Mana boshqa joyga o'tkazaveradi. Buni nazar qilamiz. O'tkazarga mana bu yerda 84 MB ekan. Xo'p, sal kichkinaroqni olaman. Tezroq загрузка bo'lishi uchun. Dalina. MP4 ni olaman. Skachat bo'lib tepadan ko'ryapsizlarmi? Mana. Jahongir Otajonov. Mana shuna qilib bemalol skachat qilsangiz bo'ladi. Telefonlarga pramo kelib tushadi. Xohlasangiz MP4, xohlasangizlar MP3 qilib boy bittasini YouTube'dan. Любой bir video xohlagan videosi, любой bir xohlagan qo'shig'ingizni MP3 qilib oling, MP4 tushadi. Mana. Qani o'sha? загрузка degan mana. Mana telefonda bu. Уже все o'qiydi.
meni jalb etishmasin kanalimga. Ot shunaqa do'stlar. Xo'p. Bu videoroligim ozgina taxladik. Xudo xolasa yana boshqalarni ham o'zim bilganlarimni, o'zim o'rganganlarimni sizlarga ham ko'rsatib boraman. Xo'p, videolarimni kuzatishda davom etinglar. Kanalimni qo'llab-quvvatlanglar. Sizlardan iltimos, klass bosinglar. Sizlarning borlaringizga shukr. Kanalim ham ozgina nima deydi, kuchaysin. Hammangizga kattakon rahmat. E'tiborlaringiz uchun. Albatta, qilamiz biz.